Leksiyalarımızı davamlaştırımız hürmetli vatandaş. Prezident Trump vaqt geldi. Jungo meselesini çığıntırıdığan vaqt geldi dep görsət. Mavzulu haber 9. ayının 21. gün Amerika avazının Xitay tili programımız ilan kılındı. Haber. Bundak başlar. Növbetde Jungo'ga yeni bajı koyulganlığı ilan kılıngandan keyin Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump haftaning 4. kuni kechda yana bir qatim matbuotga mundaq ko'rsatdi. Jungo Amerika uzundan bir ziyon soldi. Amerika hamda maydonida ching turish kerak. Prezident Trump 20. kuni kechda Fox Haberdir televiziyasi muxbirining ziyoratini qabul qilganda mundaq ko'rsatdi. Bizning boshqa tanlashimiz yo'q. Bundaq ahvol, ya'ni Jungoning Amerikaga ziyon selishi bak uzun davomlashdi. Jungo bizga ziyonkashlik qildi. Hozir vaqt yetib keldi. Jungo meselesini ching turadigan vaqt yetib keldi. Mushu haftaning 5'ida Amerika Qo'shma Shtatlari qimmati 200 milliard dollarlik Jungo tovarlarga boj qo'ydiganligini e'lon qildi. Boj qo'yish Amerika Jungo savdo so'rkilishi boshlangandan beriki bir qatimliq eng ig'ar o'rlashdir. Kaynidilla Jungo Amerikadan import qilingan 60 milliard dollarlik tovar mallarga boj qo'ydiganligini e'lon qildi va shundoq o'ch oladiganligini bildirdi. Amerikada nashr qilingan G'arb Tinch okean oylik jurnali xabar e'lon qilib mundaq ko'rsatdi. Amerikada Cumhuriyetçiler ve Demokratlar Partisining siyosiy yo'llari savdo masalasida Jungoning qiliqlaridan o'xshashlar norozi bo'lishdi. 2014-yili sobiq prezident Obama Jungoning aqliy mulk huquqiga daxltarez qilganligini tanqidlab, davlat egiligidagi shirkatlarning manfaatini qo'g'di deyilgan. Jungoning aqliy mulk huquqiga daxltarez qilganligini tanqidlab, Jungo davlat egiligidagi shirkatlarning manfaatini qo'g'di deydigan. Kechiringlar. Bu yil 3-oyda Demokratlar Partisining senator Elizabeth Warren mundaq ko'rsatdi. 20 yil mobaynida Jungo bilan savdolashish, so'zlashish orqali Jungoning bozoriga kirishni o'ylashganligimiz bir xatolik edi. Jungoning bozoriga so'zlashish orqali, dialog orqali kirishni o'ylashganligimiz bir xatolik edi. Demokratlar Partisining Chuck Schumer navbatda mundaq ko'rsatdi. Prezident Trumpning siyosatlari ichida men qo'llaydigan bir siyosat bor. U bo'lsa-mo Jungoga qattiq qo'l bo'lash. Tahlilchilar mundaq hisobladi. Tamojna beji talash tortishi bu faqat Amerika Jungo savdo so'rkilishidagi bir boshlanish. Amerika Jungo savdo so'rkilishidagi bir boshlanish. Jungoning Xalqaro savdo komitetining tekshirishiga asoslanganda ziyoratni qabul qilgan Amerika shirkatlarining ichida 30% shirkat ta'minlovchilarni Jungoning teshidan izlayotdi. Ta'minlovchilar degan bu yerda ham ashyo ta'minlash, ham ashyo ishlab chiqarishga munosabatli. Shunda 30% Amerika shirkatlari shunday ta'minlash nuqtasida Jungoning sirtidan izlayotdi. Reuters agentligi tahlil qilib mundaq ko'rsatdi. Amerika Jungo savdosining qurilmaliq masalasi ikki davlat o'rtasidagi savdo so'rkilishini uzun muddat davomlashtirish elib kelishi mumkin. Bugunlardan to'g'ri Amerika matbuotlari nima deyildi, shunga munosabatlik uzun muddat savdo so'rkilishi degan nima gap? Jungoliklar bardoshlik beralamdi ekan. Yoki hozirdalar bardoshlik beralamdi ekan Jungoliklar deydi. Bu yerda Jungoliklar o'zi davatga uzun muddatmi yo'q demoqchi.
Yana bir xabar. Jungo harbiy taraf Amerikaning embargo qilishiga duch keldi. Beijing qattiq g'azablandi. Mavzuda xabar 9-oyning 22 kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Beijing Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasi 9-oyning 20 kuni bunday chakardi. Jungo Markaziy Harbiy ishlar komiteti qurollanish aslahalari taraqqiyot bo'limi va bu bo'limning boshlig'i Li Shangfuga embargo yurgizamiz. Amerika Qo'shma Shtatlarining Davlat Mahkamasi da'vat. Jungo harbiy tarafga embargo yurgizishning sababi Jungo harbiy taraf Rossiyadan harbiy qurol-yarog' sotib olib, Amerika 2017-yil e'lon qilgan Rossiyaga umumyuzlik embargo yurgizish qonuniga xiloflik qilganligi uchundir. Jungo taraf bu ishga qattiq inkos qaytarib, Amerika tarafdan embargoni bekor qilishini talab qildi. Hamda Jungo Rossiya ikki davlatning strategik hamkorligini davomli ilgari suradiganligini, texmo yuqori saviyada taraqqiy qildiradiganligini bildirdi.